yubordingizmi? Ha, bo'ldi, berib yubordim. Hech bo'lmasa tilxat yozdirib oling. Mana qog'oz, mana ruchka olib chiqdim-ku. Jinnimisan, yon qo'shnimiz u 2 oyda qilib beradi. Vahima qilmay. Bermasachi? Na tilxat bor, na shartnoma bor. Keyin qanaqa qaytarib olamiz pulimizni? Bo'ldi qil, beradi. Ishonchli odam. Tushunding? Uf. Alo. Assalomu alaykum, aka, bormisiz? Top bo'lmay qoldi-yu sizni. Tuzukmisiz? Rahmat. O'zingiz qaraysiz. Tuzukmisiz? Ishlayaptimi? Uyda bolalar chaqalar yaxshimi? Da, rahmat, aka. Aka, qarang. 2 oyga deb mendan $3000 pul oldi. Qarzdi. To'g'rimi? To'g'ri. 3 To'g'ri. 8 oy bo'ldi, aka. Hali ham bermayapsiz-da. Planlarim bor-da. Voy, meni o'zim planlar, men tushuntiribman aka sizni. Men tushuntiribman. Gapim bo'lmay turing. 8 oy bo'ldi, aka. 8 oy. Qachon qaytarib berasiz? Adhamjon, eshiting, ishlarim orqaga ketib qoldi. Nolga tushib qoldim-da, Adhamjon. Tushuningsiz ham shuni. Menga qarang, yaqinda mashina alishtiribsiz. Endi bir mashinani ahvolim bilardingiz. Endi bu shaldirab qoluvdi. Shunda jentrab qoldik endi. Xo'p aka, tushundim men sizni. 1 oy kutaman sizni. 1 oy ichida agar bermasangiz, 1 oyda qilib beraman. keyin xapalashib qolamiz. 1 oyda qilib beraman. Qochib ketayotganim yo'q. Xo'p, sog' bo'ling. Ana bo'ldi. Nima bo'ldi? Nima qilmoqchisan? Men tushunmadim. Siz unga qarz berdingiz. Chunki ishongandingiz-da. Lekin u ishonchingizni oqlamadi. Sudga borsangiz, siz ishonchingiz o'tmaydi. Mana bu audioni esa sud tan olishi mumkin. Tushundingiz?